2 ochma. Aka. 21,5 ming so'mga olib baraka topaylikmi? Xursandmisiz? Aka, xursandmisiz? Bering unchalik qilmang aka. Oborib qo'ydi aka. Bering. Birimni tutmaysiz. Aka bering. Baraka topaylikmi? Sotdingizmi? Bering. Işte unaqa narsalar yo'q aka bu yerda. Yo'q narsalar gapiryapsiz aka. Ancha bo'lishi mumkin emas, 21,5 ming so'm deyapsiz-ku. Zimni aniq ko'tarolmaydi. Bir-birimizni qiynash kerak yo'q aka bu yerda. Xursandmisiz? Olaymi? Bering. Qasam xudo bersin, bering qimmat bo'lib ketadi. Sotasizmi? 21,5 ming so'mga. Bering. Bering jigardangiz bor dedi aka. Men ko'tarmaydi bozor. 21,5 ming so'm qimmat, arzon pul bo'lmasa kerak aka. Hammani shu hech kim tayyorlamaydi, osmondan tushib qolmaydi. Hamma shunaqa o'xshagan odam aka bu yerdagilar, hamma mehnat qiladi. Olmayaptimi 21,5 ming so'm? Ochiq gapiring aka. Yo'qmi umuman aka? Aka, mana bu o'zgartiribdi. Unda oladigan odamlar beyoq soat bor yugurish kerak. Aka, 21,5 ming so'mga sotasizmi? 2 so'm qo'shamiz, 21,700 so'mga berasizmi? Bering siz oldi o'shanga aka. Degani nima? 3 so'm so'rayapmiz aka. Undan ortig'i yo'q-da bozorda aka. Yo'q, to'g'ri, siz bilan biz bor qilib qo'yamiz-da bu narsani aka. Endi chiqib ketamiz aka. Tillosi yo'q-da buni ichida aka. Don o'rta farqi. Don kuchli emas. Xursandmisiz? Aka, Aka, endi boshingizni bunday qilib yo'qdi, yo'ring. Mana kirib olmang. 21,5 ming, 21,700 so'mga sotdingizmi? 3 so'm pul so'rayapman sizdan aka, dunyo so'ramayapman. Bor baraka. Bor. Sotdingizmi? Bolalar, bering. Sotdingizmi aka? 21,700 so'mga sotdingizmi? Yo'q, bor aka. Bo'lmay aka, qimmat bo'lib ketyapti. Yo'q narsalar gapiryapsiz aka. So'raymasdan aka. Bering. O'zida bo'lsa ekan, misol bu ham Kimdir uzunni ham ko'p yaqinlashdi. Odam. Sen meni hal qilolmaymiz. Bozor hal qiladi aka. Ko'tarmasa yarmiga ham beramiz-da buni. 21,700 so'mga xursandmisiz? Sizdan olib baraka toping, misol xayr berasizmi aka odamga? Xayr bermayapsiz aka. Siz rahmingiz ham kelsa, bu 21,700 so'm qilyapmiz. Baba, qo'sh 200 so'mda 22 mi? Ber 22 mingga bersiz. Oling aka. Bo'ladimi? Hisob bilan endi. Bo'ladimi? 22 mingga sotasizmi? Qo'y ber, ko'raylik, qo'y ber. 22 mingga ham bermaysizmi aka? 22 mingga foyda bo'lyaptimi? Foyda bormi? Bor qo'y. Kecha 21,5 ming so'm sotib qo'ylarga. Bu boshqa vaqtda. Aka 22 ming yomon bo'lyaptimi? qattiq savdo qiladi. Aka 22 mingga bering, unchalik bormayapti. Unaqa sal erta yuklar sotilmay qolganda ham bunday kelib yoningizga yopishsinmi? Aka, yo'q, olgan odamni o'ylaysizmi sen aka? Bor deyapsiz. To'yda qilyapsiz, beravering xursandchilik bilan. Va yo'q deb turavering aka. Hozir yuryapti 22 ming so'mga chiqarib yuboramiz. O'ylamay. Soat qo'yda qilmaydimi odam? Bering. 22 mingga ham bo'lmaydimi aka? Siz bo'laveradi. Siz bilasiz, bu ham aka bu surpriz chiqarmishlar. Zuma aka 22 olib zo'r narx bo'ldi-ku. Siz bo'laveradi aka. Yaxshi narx bo'ldi, vali. Endi qiziqib qoldi aka. Ver aka. Yo'q, shunda. Qiziqib qoldi aka, 22 ming so'm bering. Sanashma bunga aka, qimmat bo'lib ketadi. Aka. Ulan, Temur, kimga so'rayapsan, ey? 22 ming so'mga sotasizmi? Ey. Kimga so'rayapsan? Baba, narx nechi? 25 ming dedi, 5 ming. Chet ko'p ketdi, o'zi ham turibdi. Nimani? Nimasi qo'shadi? Bering. Qiynamaydi uni. Rashiya so'la, prosul narx o'zi yetki bo'lgan. Hali 21 yetki bo'ladi. O'zida aka oladi. Meni ham 500 qo'shildi, bersiz bo'laveradi aka. Bir marta bilsam, keyin safar ham ketmayapti. Telefonningizni osaraylik, qaytib yursa kerak, nima uraylik aka. Aka shunday bir dehqonlarimiz bor-da, ertalabdan telefon qilib bog'lanadi. 172 oldida joyga. Shunaqa odam, yo'q, broker demoqchi. Chiqsa so'z. Shunaqa bir chiroyli bo'lib, o'zida zo'r narx beradigan bir. O'ling aka, o'zban tashlab aytiraysizlarda, men telefonni bo'lmaydi aka. Lekin 5-10 tasi bor-da aka.
Yetib kelgan. Xaridor yo'qmi aka? Ishi yo'q, shundan chiqarib berganimiz yo'qmi? Hem nasib qilsa olaver. Yo'q, 22 mingga hayron qo'yapman-da, berilmay turganiga aka. 22 ming so'm aka, bu arzon pul emas damizga. Qimmat qo'yapti hozir bozorda. Hech bo'lyapti o'z damizga aka. Davay, siz ham bozor bering, ichi bu ham beradi. bermagan. 22 bitta top bop, davay. Mersu. Farqi nima? Bu ham damsiz. Hop. Nima deyapti? Bersin, 22 mingga sotasizmi? Bering. Aka, bo'lgan. 22 ming so'mga sizdan olib baraka topaylikmi? Ha? Nech pul damsiga, nech pul sotiladi? Endi bilmayman bozorda. Yo, nech pul bo'lmasligini bilyapsiz, nech pul bo'lishini ham bilasiz. Nech pulga to'g'ri keladi, o'shani bilaylik aka. Yo, so'g'at nechida to'g'ri keladi, o'shangizni o'sha paytda suvda qilamiz aka. Bilimman, faqat bilimman deyapsiz. Bir narxini bilaverib, so'rasan. Yo, agar o'sha bo'lsa to'g'ri. Biz yetib keldi, o'tiban ketgan ayron bo'lyapsiz, bermayapsiz. 22 pastda 2 dollarga narx qo'yapti. Aka, nech pulga to'g'ri keladi bu? Bo'lmasam siz ayting, yo'q, endi qo'shalmayman. Siz gapiringchi. Bo'ldi, bizga qolmadi qo'shiq. Yo'q. Aytingchi bunchalik? Aka, yo'q, anaqa emas. Nimaga? Dangalayotgan. Endi kim kesib yo'q, menga yo'q kesishmas aka. Bu irim bu. turinglarda, irim. Menga qarang, bu uzum sizniki aka, bu damizki sizniki. Nech pulga sotiladi shu damizki? Qaytamiz? Yo'q, qanday bilmaysiz, 22 mingga bo'lmasligini bilyapsiz, nech pulga bo'lishini bilarsiz. Sizga tushmasa boshqasiga tushadi. Menga tushmaydi demayapman, 22 ming so'm narx qilyapman aka. O'sha boshqa tushadiganini ham biz olib kelamiz. Sotasiz. Tushgani uchun o'sha narx qilyapti nima? Keyin orchaga Yo'q, qimmatda jonim akam olgan odamni ham iltimos men ham gapiray. Aka, siz olgan odamni ham o'ylaylik, iltimos qimmat bo'lib ketyapti. 22 ming baland pul aka bundan ortig'iga. Damizga sotilgan yo'q. Endi baland olmay 20 ming so'm kelmagandir. Siz ayting 20 ming so'm bo'lsa ayting mana 20 ming so'm ukading. To'g'risi, hamma savdogar tabiatda aka. Hamma bozorga chiqyapti aka. Nima bo'lyapti, nech pul nima sotyapti, hamma xabari bor. Hech kim bugun kelib qolgan joyi yo'q bu yerga. 22 mingga sotasizmi? Bo'lmasa sal ozgina yorillik, nech pulga sotasiz damizga? yuraversa olamiz. O'shida olamiz. Bizga sotganingizga 500 so'm qo'shilib qo'yadi. Nima aka qiynab yubordingiz? Nima? Arif aka. Ana shu odamlar damizga oladi-da. O'zi ashtama oladi asosan, bilasizmi? Ulardan oshib oladimi birortasi? O'zingiz bilasiz, birortasi oshirib qoladi. Endi bular hammasi narx-navoni nech pul bozor aka qilishadi-yu. 22 ming so'mga sizdan olib baraka topaylikmi? Ha? Barakangiz bormi 22 mingga? Chiqardingiz bormi unchalik aka? Bir soatdan beri savdo qilyapmiz. Hamma gapni gapiryapmiz bir-birimizga aka. Sal hayron bering odamga. Sal olgan odamni ham o'ylang. 22 mingga bermaysizmi? Picha bilan yuradimi? Davog'ilib qiladi o'zi. Aka. Iloji yo'q aka. Ag'iga olsa ham, bag'iga olsa ham. Shu o'g'ri bilan to'g'ri o'g'ri. Yo'q, aytavering aka. Unchalik bas siz buni 20 ga Uzum hali tugab qolgan joyi yo'q. Unchalik bormaylar aka. Uzum qimmat nima bo'lgan yo'q u. Asana keyingi lojikda qo'shtirib endi to'g'ri tushundinglar desizlar menga qarang menga endi uni bu ham endi Ketadi, to'g'ri aytyapti. menga xizmat o'tyapti joniga to'g'ri tushundinglar keling Arif aka hurmatda keyin safarga qo'shtiring. to'g'risida bular ham men dunyoni 22 ming so'mga azam tog'amga O'ziga sotdingizmi? soting. 22 ming so'mga azam tog'amga sotdingizmi? o'zim chiqarib beraman endi Bering aka. siz bu nimangizda emas men nima qilaman Arif aka, qattiq gap qo'ygansan. Yo'q, men qattiqlik qilganim. Yo'q, men aka bunda bozorni biz bilamizda, nech pul qaysi holatda nech puling bilamiz. O'shaga o'radacha jirillab qo'yamiz. Yon aka. Bozorda bilamiz, keyin aqli qilishingni ham bilamiz. To'g'riga. Yaxshi babalam, lekin 20 qilib 1 soatdan 7 soat ketyapti. Men aytmayman, yarim etib ketdim. To'g'rimi? Mana to'g'ri. Nima bo'ldi? men o'zimga qarab olmasa, Men yo'q, o'rda bo'lib nima bilyapsiz? Hayda, cho'z o'tirman. To'g'rimi? Ya endi uni juda nima berasiz, turingda.
Men kecha vaziyat. Sotaman gap yo'q o'ziga sotaman. Kecha vaziyat. Просто 7 ga bo'lganda. Agar 5 ta shering bo'lsa, insonni bor. Azam tomon bo'ladi. Azam tomonga-da bu narsa. Buni destinib Yo'q, bu narsa yo'q. Onda Bozorda Kecha O'zi gapirsin. 20 mingdan ma'ruf oshmadi. Bir oshmadi 20 mingdan. To'g'rimi yana to'g'rimi? To'g'ri. Keldim, yarim yuradi bunga. Kecha yuradi. O'tib bir yarim olib bering, bor endi. To'g'rimi? Bir yarim tepasga Azam berdim. tog'a kecha o'shani sotib aytdim, boshqa uzun bor, chiroyli bor. Hujjat qilgan narsani bu Adresim qo'shilyapti, yo'q. Kuchli deb aytdim. shu narsani kecha narsani bo'lgan narsani solib. Kecha narsa bo'lganda 20 bilan beraman. 20 bilan. Nima bo'ldi kecha 20 bilan berdim. Kecha o'zi aytyapsiz O'sha ketdik. 500 ni qo'shib ko'ring. Menga qarang. Buni kuchli keladi deyapti. To'g'ri, shuni Hisobdan Yo, iltimos. Yo, insof bor deyapsiz, ozgina boshqacha ish bo'lyapti aka. Qimmat bo'lib ketyapti. Menga qimmat bo'lib ketadi, tushunyapsizmi? Menga qimmat bo'lib ketadi. Menga qimmat bo'lib ketadi bu narsa tushunmayapsiz. Siz donib cho'g'da bo'lib so'rib, mana Damas'ga to'xtaganda bo'lib. Hali qolgani bor, kuchli keladi. Oxirgisi o'sha chiqotog'ini Ha, 60 ta narsada aka. Arzon yuradi. Damas katta model arzon yuradi. bitta bor. Ana dona Tushunmayapsiz sizdan shuni. Aka iloji yo'q ekan. Kechaga iloji yo'q ekan. shuni ketdi, oddiy narsa shuni. Men neden shu so'zlarni oldim? Turib turib 20 qilib so'zlab turganimda 20 so'zlab kechasi Yo'q aka, iloji yo'q aka. Men sizga 1,5 million pul foyda keltirib qo'ydim kecha, ashida turib. Yolg'on bo'lsa, rahmat Azam tog'a. Bilaman sizni. Rahmat bilan ish bitmaydi. Menga qarang, rahmat bilan ish bitmaydi. Bering bo'ldi. To'g'ri kelsa Azam tog'a berib yuboradi. Kecha o'ziga qimmat olganman. Yaxshi narsa. Nimaga biror narsa deng bo'lmasa. to'g'ri tushundingizmi? Dangasdan picha qo'shing gap. Danga qo'shalmaydi-da. Menga 2 ming danga. Yana nima qo'shish kerak buni ichiga? Qo'shsiz qo'shib ketaversa